Kız ayollar kelgüsimizni barpo qilguvchilar, kelgüsünün qurg'uvchilarini yetishtirguvchilardir. Xitoy ishg'oliyatiga qarshi kurashda qahramonligi bilan tunilgan Rizvangul qatorliqlarning nurg'un yorqin obrazlari tariximizda unutilmas izlarni qoldirib ketadigan. To'limi afsuski, nurg'un jaholat samaralari hozircha ichimizda mavjud bo'lib turmoqda. Hayatımızda qilishga tegishlik nurg'un ishlar bor. Ammo bu ishlarni muhimlikda, qimmatda, ahamiyati jihatda o'xshash darajada emas. Muvaffaqiyat qozongan odam dal ishlarning muhimlik darajasi bo'yicha eng zarurini boshda, tuvanrakini keyniga dizib bijirishni bilgan odamdir. Bir-birini to'liqlab, hayotni takomillikka ega qilgan er bilan ayolning yaratilishida o'ziga yarasha taqsim qilingan majburiyatlari bor. Er bilan ayolning fiziologiyalik va xarakter alohidligiga ajoyib mas kelgan bu taqsimotda ilohiy hikmatlar chaqnab turdi. Amaliyotda qarashdila buning boshqacha bo'lishining aslida mumkin emasligini his qilib yetalaymiz. Haqiqat shuki, jamiyat qancha taraqqiy qilsa qilsin, ayolning ayollik va onaliqdek muqaddas vazifasi o'zgarmaydi. Shundaqla uning qimmat va tuhfasi har qanday kasbdan ustun turdi. Davlatning xarabligi jamiyatning buzuqligidan boshlanadi. Jamiyatning buzilishi bo'lsa, o'z rolini yo'qotgan oilaning ko'payishi bilan boshlanadi. Oilaning illati ayollik va onalik rolini bilmagan, yaxshi o'tmagan ayoldan boshlanadi. Oilada o'z rolini tunigan, haqqini bilgan ayol ummatning quvondanlarini yetishtirib chiqadi. Onalik burchini voyaga yetkazadigan ona bo'lsa, insof diyonatlik, g'ayrat shijoatlik, bilimlik farzandlarni o'z vataniga taqdim qila oladi. Ayollarga ulug'liq va maqom, muvaffaqiyat va shon-sharaf, o'zini yetishtirish, takomillashish orqali oilasini isloh qilish bilan bo'ladi. Shundaqla ayollarni tarbiyalamay turib, mukammal oiladan, yaramliq avloddan so'z ochqili bo'lmaydi. Ayollarni tarbiyalamay turib, bugunimiz va kelgusimizning shonliq batlarini ham ochqili bo'lmaydi. Mavjudlik eg'ir savolga aylanib oldimizga qo'yilayotgan Uyg'ur millati o'zini har vaqt takomillashtirib, yaramliq farzandlarni tarbiyalaydigan qobil onalarga ehtiyojli bo'lmoqda. Bu ehtiyojlar bugünkidek qiyin kunlarimizda texim kuchaymoqda. Dinimiz ayollarning huquqiy va qimmatini qo'g'daydigan din deb tunilgan. Qur'on Karim va hadislarida ayollarga hurmat qilish, ularga yaxshi muomala qilish va ularning huquqini qo'g'dash alohida ta'kidlanadi. Islom ayollarning jamiyatdagi rolini to'liq joriy qildirishga targ'ib qilish bilan birga, ularning oila va jamiyatdagi muhim vazifalarini ham tafsiliy bayon qilgan. Oila birligi islom jamiyatida nihoyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayol ailenin asosiy qurilmasi, uning eng muhim tashkil qiluvchisi hisoblanadi. Ayollarning ota-ona urug' tuqqanlari oldida mas'uliyatlari bor bo'lganidek, yo'ldoshi va farzandlarining holidan xabar olish, bolalarini yaxshi tarbiyalab qatorga qo'shish, ma'arif taraqqiyotiga aktiv ovoz qo'shish mas'uliyati ham bor. Shunglashqa İslam jamiyatida ayollarning ma'arif tarbiyasi ko'rishi, har xil bilim va mahoratlarni yetildirishiga eng ko'p targ'ib qilinadi. Uyg'ur ma'arif islohotchilarining bayroqdori Abduqodir Damullamning deganidek, ayollarning ilm o'rganishining farzligini mulohiza qilib, uningga diqqat e'tiborimizni qo'zg'ashimiz, navbatda xonim qizlar uchun maxsus maktablarni etishimiz lozim. Chunki kichik bolalar nadan onasining tarbiyasidagi chaqda yomon illat va bilimsizlikka giribtor bo'lganida, kichikligida odatlangan u ishdan qutuldirish nihoyat jafoliqdir. Agar ona bilimlik va qobiliyatli bo'lsa, farzandni yaxshi axloq bilan tarbiya qilar. İslamiyatga ziyon yetmas. Bundaq bolalarning cho'ng bo'lganda kamolatga yetmikimi oson bo'ladi. Hadisdimi har bir farzand tug'ilishda ayibsiz. Lekin uning yaxshi yomon bo'lishi ota-onasining tarbiyasiga bog'liq degan mazmun bor. Shundaq. Qiz ayollar kelgusimizni barpo qilguvchilar, kelgusining qurg'uvchilarini yetishtirguvchilardir. Shunglashqa islom ayollarni jamiyatning qatlamlariga o'ziga loyiq bo'lgan shaklda aktiv qatnashishga ilhomlantiradi va ularni fursat bilan ta'minlaydi. İslam jamiyatida ayollar savdo, ma'arif, sahiya va boshqa sohalarda aktiv xizmat qila oladi. Ayollarning oliy ma'arif ko'rish haqqi bo'ladi.
İslam ayollarning o'z talantini bayqab, ayollar xos bo'lgan yushurin kuchini his qilish va jamiyatda o'ziga tushgan rolini elishni cheklamaydi. Amaliyotda bolalarimizni yaxshi tarbiyalashning sharti ayollarni yaxshi tarbiyalashdir. Bütün jamiyatning sapasini yuqori ko'tarishning oldingi shartimi ayollarning sapasini yuqori ko'tarishdir. Ayollarning sapasini yuqori ko'tarishning oldingi sharti ularning ma'arif huquqiga to'liq kafolatlik qilib, ularning o'rnini yuqori ko'tarishdan iborat. Dinimiz ayollarning jamiyatdagi o'rnining muhimligi, qimmatini ta'kidlash bilan birga ularni qo'g'dash, hurmatlash va ularning o'zini taraqqiy qildirishiga shart-sharoit hozirlab berishga buyuradi. Islom ayollarga qaratilgan har xil zo'ravonlik, kamsitish va parakandachilik selishni qat'iy cheklaydi. Islomda ayollarning izzat hurmati, bexatarligining kafolatga ega bo'lishi eng muhim o'rinda turadi. Ayollarning o'rni dinimizda shunchalik yuqori bo'lganki, suyumli payg'ambarimiz elib kelgan muqaddas islom dinining barcha ahkomlarini onun vafotidan keyin biz musulmonlarga yetkazishda asosli vositachi bo'lgan kishi, yanada barcha mu'minlarning onasi bo'lishdek sharafli martabaga muyassar bo'lgan Aisha radhiyallohu anhadek fiqhshunos alima ayollar edi. Ve yana suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom elib kelgan bu muqaddas islom dinini qo'g'dash yo'lida turli zulm, ishkencelerge qarshi o'z hayotidan ayrilishga tayyor turib, o'z e'tiqodidan aslo voz kechmaslikdek haqiqatni mustahkam turib, iymonini saqlash yo'lida jon bergan islomdagi tunji shahida va islom ayollariga iymonda qandoq mustahkam turish kerakligini amaliyati bilan ko'rsatib bergan onamiz Sumayya radhiyallohu anha bo'ldi. Shundaqla muqaddas islom dinini qo'g'dash va din dushmanlarining tajovuzga qarshi elib berilgan janglarda bir turkum ayollarning jihadga birlikda chiqishi va ularning jang maydonlarida Rasulullohni o'z jonidan aziz va chori ko'rib himoya qilishlari. Shundaqla Allohning roziligiga erishishni maqsad qilgan o'nlagan, yuzlagan onalar o'zlarining yosh, navqiron o'g'illarini Rasulullohning e'tiroziga qaramay jihadga yo'llashi ve oğullarının şehit bo'lganlik xabarini anglagan hamon Allohga shukrona sajdalarni qilib, men o'g'limni ana shuning uchun beqib yetishtirganman. Men o'g'limga bergan oq sutimga mana endi rozi bo'ldim deyishlari orqali payg'ambarimizning shafoatlik duolariga musharraf bo'lgan edi. Uyg'ur millatining shalliq tarix izlariga va yoki yaqinqi zamondagi tariximizga qaraganimizda ham bu millatning qiz ayollarining qanchalik fazilatlik, cesur ekanligini, bizga bugungi kunda erlardan ham kutib bo'lolmaydigan qahramonliklar bilan tillada dastan bo'lgudek xarakterlarni qoldirib ketarligan iffat abidasi sifatida tunilgan Qashqardan G'o'ljiga surgun qilingan nuzugum, Mo'ljar teg'idagi pidokar yetti qizlarim, G'o'ljida manju istibdodlarga qarshi elib berilgan kurashda qurbon bo'lgan Mayimxon, Xitoy ishg'oliyatiga qarshi kurashda qahramonligi bilan tunilgan Rizvongul qatorliqlarning nurg'un yorqin obrazlari tariximizda unutilmas izlarni qoldirib ketarligan. Shundaqla bugungi kundagi Uyg'ur millati duch kelayotgan vahshiy qirg'inchilikda ham Gulbahor Jelil, Zumrat Davud, Mehrigullarga o'xshash qo'rqmas, jangovar Uyg'ur xonim qizlari o'zlarining tarixiy burchini ado qilib kurashda oldingi saflarda o'rin olmoqda. Shundaq Uyg'ur xonim qizlari ana shundaq jangovar ruhga ega, vatani, millati, iffati uchun jinini sabiralaydigan, farzandlarni Alloh yo'lida ikkilanmasdan atiyalaydigan oliy janoblar edi. To'limi afsuski, millatimiz ichida jaholatning ta'sirlaridan texchi azod bo'lib bo'lolmagan kishilarning ham bo'lishi sababli texchi qiz bolani o'qitmaslik, ularni har taraflama tarbiyalamaslik, yuqori o'rlab o'qitmaslik, o'qitish, har xil normal ish faoliyatlaridan ham cheklab, uy ishlariga band qilish, qiz ayollarni uy xizmatchisi o'rnida ko'rishga o'xshash nurg'un jaholat samaralari hozirgacha ichimizda mavjud bo'lib turmoqda. Adamning ko'nglini texim yerim qildig'ini bo'lsa, bir qism kishilarning bu jaholat odatlarini islomning ta'limoti deb islom nomidan qilishga urinishidir. Yana bir tarafdan bo'lsa, muhojiratdagi sharoit, muhit tufayli qiz ayollarimizning o'z aslini, dinini, millatini, ona vatanida yuz berayotgan fojialarni unutib, har xil moda iqim talashish, hashamat ko'z qilishga o'xshash muslima ayollarga hech loyiq bo'lmagan turmush odatlarini yo'qtirib olishi.
ba'zi qizlarimizning dinsizlarning hasal yaltilgan qilichiga o'xshaydigan feminizm, ayollar barobarligiga o'xshash har xil ideviy qiltaqlarga tushib ketishi va o'zimiz sezmasdan islomiy qimmat qarashlarga zid bo'lgan ideyalarning tashviqotchilariga aylanishi bizni texim chuchutmoqda. Mana shundaq jiddiy vaziyatda biz ilmiyar qizlar da'vat gruppasi Allohning dinini yetkazishda o'zimizga yuklangan vazifalarni ado qilish maqsadida shundaqla kuchqandek taraqqiy qilayotgan bu internet davrida Uyg'ur xonim qizlarimizga ham bu ne'matdan foydalanish fursati yaratib berish, millatimizning xonim qizlarining aslini unutmasdan Uyg'ur millatiga xos jangovarligi bilan dunyoni tavritishga oz bo'lsin hassa qo'shish niyatida ushbu xonim qizlar sahifasi programmamizni sundik. Buningdan keyin xonim qizlarimiz uchun tayyor qilingan sarxil mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Diqqatinglar sahifamizda bo'lg'ay. Oxirda mehribon Allohdan bu xizmatimizni manfaatli qilib berishini so'raymiz.